Oddiy trubочка влажный salfetka bilan hozirlarga zo'r narsa life hack o'rgatib o'taman. Bu life hack mehmonlarimizga ham, girgittonlarimizga ham ishlaydi. Xullas, olib kelganingizdan keyin ochib bering trubочкani. Bu nimaga qilinadi? Bu по-любому trubочка ochiladi. Buni ochib stolga qo'yib qo'yadi. Bu lishniy musor. Shuning uchun ochib bersangiz mehmoningiz oladi, musorni olib ketasiz. Влажный salfetkada qanaqa ishlaydi? Qarang. Влажный salfetkani kelasiz, ochib berdingiz mehmoningizga. Buni narsasini olib ketmaysiz. Tushunasizmi? Endi shu narsani life hack mehmonlarga mana влажный salfetkani ishlatdingiz, nimadir qildingiz. Bu narsa bekorga berilmaydi, bekorga qilinmagan. Bu narsani qilganingizdan keyin misol uchun alohida so'yib qo'yib qo'yishingiz mumkin, lekin bu уже estetikaga to'g'ri kelmagan narsa bo'ladi. Misol uchun siz artgan narsangizni biz qo'limiz bilan olib keta olmaymiz, sizni ovqatingizni olib kelib berishimiz kerak bo'ladi. Bu narsa sal to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun nima qilinadi? O'zi 50% mehmon shuni qiladi. Lekin aslida mehmon qilmagani uchun sizlarga life hack berib o'taman. Ishlatib bo'lganingizdan keyin обязательно buni ichiga tiqib qo'ysangiz bo'ldi. Tayyor. Buni aytsangiz просто mehmon olib ketaveradi. Girgittonlarga qaytadigan bo'lsak, trubочкani ochib berganingizda, влажныйni ochib berganingizda sizga siz mehmoningizga jest qilayotgan bo'lasiz. Uni lishniy движение qilishdan asrayotgan bo'lasiz. Bu sizning choy pulingizga juda ham katta plus beradi. Joninglar sog' bo'lsin, podpis tashlab qo'yish esingizdan chiqmasin. Kommentariyada heyt yozayotganlar, bu oddiy narsalar yozayotgan odamlar, kursimizni sotib olinglar, oddiy emas narsalarni o'rganinglar. Joninglar sog' bo'lsin.